Allohning dushmanlari Allohning kalomini, dinini tinglashlikdan bosh tortishadi. Alloh azza va jalla aytadi Qur'onda, astagfirullah: "Va qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Kofir bo'lgan kimsalar, sizlar bu Qur'onga quloq solmanglar va javrayveringlar, shunda shoyat g'olib bo'lsangizlar dedilar. Allohning kalomini eshitishdan seni to'sadigan odamlar bor. Payg'ambarning hadisini eshitishdan to'sadiganlar bor. Qo'y o'chir shu masalani. Ozgina bir muzika eshitib ketaylik. Qo'y ozgina gaplashib ketaylik deb turib, shundan to'sadiganlar bor. Ilm majlisdan to'sadiganlar bor. Zikrdan to'sadiganlar bor. Dinni buyurgan amallaridan seni to'sadigan, chalg'itadigan odamlar bor. Mana shu odamlar seni haqiqiy dushmanlaring. Chunki Robbingga seni yaqin qiladigan ishdan to'siyaptimi? Demak, senga katta zarar keltiryapti. Bularda zarardan ko'ra kattaroq zarar bo'lmaydi. Bunaqalar o'yin kulligiga chaqiradi, maishatga chaqiradi, kayf safoga chaqiradi, konsertlarga chaqiradi. Yuqoridagi oyat bu narsani siz bilan bizga bayon qilyapti. Eshitmanglar bu Qur'onni deydi. O'zingizlarga gapiradi, gapiringlar deydi. Birodar, eshitish, tinglash seni najotga olib boradigan yo'llardan eng muhimlaridan. Alloh taolo Qur'onda aytadi, astagfirullah: "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur." Axir ular yer yuzida sayr qilib aylanmaydilarmi? Ana o'shanda ular uchun dono dillar, tinglaydigan quloqlar bo'lar edi. Zero ko'zlar ko'r bo'lmas, balki ko'kraklardagi ko'ngillar ko'r bo'lar. Demak, eshitishni, tinglashlikni bitta o'zi, yolg'iz o'zi seni najotga olib chiqishligi mumkin. Inson dunyoga kelar ekan, yashar ekan, oqil bo'lsa, es-hushi joyida bo'lsa, izlanadi. Bahs qiladi. Talashib tortishadi, fikr qiladi. Haqni topish uchun. Nimaga keldi dunyoga? Nima uchun yashayapman? Keyin qayerga ketaman? O'limdan keyin nima bor? Mana shu izlanishi natijasida haqiqatni yo topadi, yo topmaydi. Bu bitta variant. O'zing harakat qilib izlanib topasan yo topmaysan. Ikkinchi variant tayyor turibdi. Bu Alloh taoloning Qur'oni, shariati. Aytdik-ku, qorningni ochgan bo'lsa, qorningni to'yg'izish deydi, ikki xil yo'li bor. Bittasi oshxonaga borib turib, restoranga borib turib, tayyor ovqatni buyurib yeysan, yoki o'zing bozorga borib, masalliqdab kelib pishirib yeysan. Ikkinchisi mehnat, vaqt, qancha ovoragarchilik, birinchisi esa tayyor yo'li. Lillahil masalul a'la, haqni topmoqchi bo'lsang, haq turibdi. Qur'on turibdi, hadis turibdi. Alloh taolo siz bilan bizga birodarlar eshitishlik degan imkoniyatni topib qo'ydi. Haqni o'zimiz izlab topishimiz shart emas. Alloh bizni qiynagani yo'q, mehnatga solgani yo'q. O'zing top haqni deb tashab qo'ygani yo'q. Balki imkonini berib qo'ydi. Haqni topishlikning imkoni ilm majlisiga borib dars eshitishlik, tinglashlik. Shuning uchun birodarlar, haftada hech bo'lmaganda bir marta eshitgan ma'ruzamizni yoki o'qigan kitobimizni, o'rgangan ilmimizni muhokama qilishimiz kerak. Do'stlar bilan, ulfatlar bilan, oila a'zolar bilan. Endi bu narsa televizorda o'chirib qo'ysangiz, telefonda qo'yib qo'ysangiz, shunda oila a'zolar bilan bahs qilish mumkin bo'ladi. Agar biz ma'ruzalarni faqat eshitib o'tkazib qo'yaversak, bahs, munozara qilmasak, muzokara qilmasak, bu ilm bizga qolmaydi. Kechagi darsda aytdim. Bir kunda bitta ma'ruza yetadi eshitgani. Ha, boring, oshib borsa ikkita ma'ruza yetadi. Agar siz uni hozir aytganimizdek Bishkekka yetguncha masala eshitib kelsangiz, bu sizga foyda qilmaydi. Tushuning. 20 minutlik bitta ma'ruza tugadi. O'chiring, endi o'sha mashinada ketayotgan ulfatlaringiz bilan bahs qiling, munozara qiling. Mana shunday qilsangiz, boyagi ilm kallangizda joylashib qoladi. Ahmad ismli bir odam faloncha yil faloncha domlada dars o'qiydi. Har hafta darsi bor. Ko'p narsalarni eshitadi, ta'sirlanadi.
Endi shu Ahmad bir majlisga kelsa, siz falonchi domlaning shagirdsisiz. Domladan o'rgangan narsalaringizni, eshitgan narsalaringizni bizga gapirib bering desa, xijolat bo'ladi. Biz ham jumadan bor xijolat olamiz, maqtanib qo'ysak, xotinga. Yomon zo'r dars bo'ldi bugun. Kulmanglar. Zo'r mavzu bo'ldi, maza qildik deydi. Nima to'g'risida gap bo'ldi desa, nima bo'lamiz? Xullas zo'r bo'ldi-da. Zo'r bo'ldi. O'zim maqtanmayman-da, aytib bera olmasangiz. Mana 1000 ta odam o'tiribdi. Qo'lida bloknoti bilan ruchkasi bor odam qo'lini ko'tarib qo'ysin.